sof isitish kotyullaridan ko'pchilik mijozlarimiz va ustalarimiz talablariga binoan regulyator tiyagi moslamasini qanday o'rnatilishi, qanday regulyatsiya qilishi va qanday ishlatilishi tartibini hozir o'rgatamiz. Bu regulyator tiyagi mana shu moslamamiz regulyator tiyagi hisoblanadi. Bizi 20 xil turdagi kotyullarimizga komplektda qo'shib beriladi. Bu moslama nima vazifani bajaradi? Hozir bu mana birinchi bu regulyator tiyagida o'rnatishni, qanday o'rnatish kerakligini ko'rsatamiz. Bizda mana qo'shimcha jihozlar, instrumentlarimiz yo'qligi sababli lenta o'ramasdan prosta qo'yganmiz. Bu yerga lenta o'rab qatiriladi. Chunki bu yerda suv bo'ladi, suvoy bo'lmaydi. E'tibor bersangiz, mana regulyatorda tagida qulog'i bor, qatiradigan. Mana shu qulog'i pastga bo'lishi kerak. Mana shu ko'rib turgan holatingizda qatirilishi shart. Strelkasi tepaga bo'lishi kerak. Bundan tashqari, keyin bu ruchkasi kotyol holatidan mana shu holatda tepaga qaragan bo'lishi shart. Bundan boshqa положениеda regulyator ishlamaydi. E'tibor bersanglar, bu yerda teshikchasi bor. Mana zanjirini ilganmiz. Buni mana shunday qilib pastki eshikni shu qulog'iga qatirib qo'yganmiz, tarang qilib qatirganmiz. E'tibor bersanglar, mana eshik ochiq turibdi. Hozir bu mana 62 gradusga qo'yganmiz. 90 gradusga qo'yamiz. Bu polni ochadi eshikni mana. Hozir mana regulyatorni sekin pasaytiramiz. Mana eshik yopilyapti. 0 ga eshikni yopdi. Bu nima vazifani bajaradi? Regulyator tiyagi mana kotyol o'rnatilib, montajlar bo'lib, suvlar qo'yib yongandan keyin bu yerda kotyolimizni datchigi bo'ladi. Ba'zi kotyollarimizda tepasida bo'ladi, ustki qismida. Mana shu datchik yonidagi regulyator tiyagi siz 50 gradusga qo'ysangiz, mana shu datchik 50 gradusdan 50 gradusga chiqquncha mana shu eshik ochiq turadi. Qachonki 50 gradusga ko'tarilganda eshik yana avtomatik yopadi. Ko'mirning quvvati tugab, yana 50 gradusdan tushgandan keyin bu yana avtomatik eshikni ochib, havoni haydab yana 50 ga olib chiqib beradi. Bu moslamani siz qaysi gradusga qo'ysangiz, shu gradusda ushlab beradi. Bu mutlaqo elektr tokisiz, shovqinsiz tejamkor ishlash vazifasini bajaradi.